Toshkent tumani axborot kutubxona markazi O'zbekiston xalq yozuvchisi O'lmas Umarbekov tavalludining 92 yilligi munosabati bilan buktreyler tayyorladi. O'lmas Kamol Rahimbekovich Umarbekov 1934-yil 25-yanvarda Toshkentda tavallud topgan. Toshkent davlat universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini tamomlagan. Televideniya va radio eshittirish qo'mitasida ishlagan. O'lmas Umarbekov bolgar yozuvchilarining asarlarini tarjima qilish bilan ham shug'ullangan. Uning bir qator asarlari rus, ukrain va boshqa tillarga tarjima qilingan. Uning Yigit va qiz, Asosiy kun, O'zgalarni deb, Ikki soldat haqida qissa ssenariylari asosida badiiy filmlar suratga olingan. 1956-yildan bosmada ko'rina boshlagan ilk hikoyalar to'plami 1959-yil nashrdan chiqqan. Kimning g'ami yo'q, Sevgilim kabi hikoya va qissalar jamlangan bir necha to'plamlar hamda Odam bo'lish qiyin romani muallifidir. O'lmas Umarbekov 1984-yil tavalludining 50 yilligi munosabati bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi faxriy unvoni berildi. O'zbekiston xalq yozuvchisi degan yuksak sharafga ega bo'ldi. O'lmas Umarbekov 50-60-yillarda o'zbek adabiyotiga kirib kelgan sermahsul va hozir javob adiblar sirasiga kiradi.